maslahatlashib mumkin. Mashina kerakmi desangiz? Generatsion tutganmiz karamda. Inson bo'lgan kattaroq ish boshlamoqchi. Olasiga ham imkoniyatimiz yo'qmi? Lekin o'zingizlardan qolar gap yo'q. Boshlagan ishinglar barakali. Tushgan foydani uchiga bo'lib ishlayveramiz. 5-6 ta mashinamiz bor, shuni sotib ularni yig'aylik. Bo'lmasa mayli, bir hafta muhlat beringlar. Lokin bo'lsa bir haftadan ko'rishamiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom, Abduxoliq. Qalaysiz? Yaxshi, yomon emas. Xullas, mashinalarimni sotdim. Gap ochiq ozgina pul yetmadi, ofisni ham sotib oldim. Bekor qilib. Yana bekor qilaman. Pametda kelishilgan pul. Bo'ldi. Salom ukam. Endi bitta shu mashinam qoldi. Yo'q, bu yoqqa borib kelib turishga kerak bo'ladi doim. Albatta. Bu ertaga xudo xolasa ko'rishamizmi? Nima qilamiz? Mol qachon keladi? Xudo xolasa aka yuklar ertaga ertadan keyin keladi. Men xabar beraman. O'sha kun aytgandek, kenayimni jiyanni olib kelaverasiz aka. Ertaga. Aytaman. Uydagilarni olib o'sha kun aytgandek kelaverasiz. Bemalol aka. Kenayimni jiyanni olib. Aka, sog' bo'ling. Xayrlisi bo'lsin a. Sog' bo'lgan, tinch bo'lgan. Charchamang. Xo'p, mayli. Hop. Alo. Assalomu alaykum dadasi. Onajonisi. Nima qilyapsan? Uy ishlari. Sevdolashi. Sevdola darsini tayyorlayapti. Darslarni qilyapti degan. Yaxshi. Onasi qaramasanga telefon qo'yganim, yaxshi yengili bilan telefon qildi onasi. Men senga aytgan ishim bor-ku, o'shani mana xudo xolasa bugundan boshladim. Endi shu munosabat bilan uyda ovqat qilma. Biron bir restoranga olib borib, maza qilib ovqatlantirib kelaman. Mayli. Qayerga olib boray onasi? Haligi Dilorom tabaka bor edi-ku, o'sha yerga olib boring. O'shan tabakasini sog'indik. Qiziz ham yegisi kelyotdi. Hozir bitta ishim bor, shuni bitiraman deb boraman. Keyin yangi yo'lga borib kelamiz Dilorom tabakaga. Xo'p, xo'p. Labbay dadasi? Tayyormisizlar? Biz tayyormiz. Chiqinglar, men keldim. Hozir chiqamiz. Sevdola qizim, Labbay oyijon. tayyormisan? Hozir. Bu kim bormi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom, yaxshimisan? Ha, rahmat. Sog'lik, yaxshi. Rahmat, Xudoga shukr. Keling aka. Kecha kechqurun yangi yo'lga keluvdim. Xo'p. Sizlar aytgan do'koninglar bor, lekin sizlar aytgan gap to'g'ri kelmayapti-yu bu Hasanboy. Do'konni endi ochyapmiz. Do'kon olib qo'yildi. Tayyor qilib qo'ydik dedinglar. Aka, men tushunmadim. Sizga nima? Xoliq chaqiraman, u tushuntirib beradi, xo'p? Tushunmadim. Maynochilik qilasizlarmi Hasan? Xoliq! Hozir qaraydi aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, Abduxoliq. Ha, kecha qarz berib, bugun so'rab keldingizmi aka? Qarz? Shuncha pulni men shunda qarzga berib yubordimmi? Borganda o'shimda bir hafta oldin. Aka, pul tiking. Biz do'konni olib qo'ydik, mol keladi. Birga sherikchilik qilamiz dedilar.
Kecha gapirgan gaplaring bilan bugun gaplaring to'g'ri kelmayapti-ku. Aka, kim sizni ishlab turgan tayyor do'konga sherik qiladi? Nima deyapsiz? Yosh bolani gapini gapiryapsizmi? O'zimni bizneslarim turib, o'zimni ishlarim. Meni ham ishim yomon emas edi. Aka, xudodan qo'rqsangizchi, katta odam nima betida o'chingiz ko'taryapsiz? Boring, keting. Men xudodan qo'rqayman. Siz qo'rqing. Pulim bo'lganda beraman. Ko'rding-a? Bor budimni sotdim. Ofisimgacha sotdim sallaga mana ishonib, o'zim ukalarim bilan birga ishlayman deb. Aka, o'lmasam beraman shu qarzingizni. Tushundingizmi? Boring, keting. Asab buzasiz men betda kelib ol, katta odam. Sizlar Boring, boring. Vaqtim ovoz. Ketdimi? Ketdi, ketishga. Yaxshi ham xo'jayin yo'qligida keldi. Sen-da yangi yo'l adresini bekor bergansan. Yaxshini ko'rmadim. Agar xo'jayin sezib qolsa, hamma narsani sen bo'yningga olasan, tushundingmi? Xo'jayin buni qarz qurz bo'lib yurganimizni bilsa, ikkalamiz ham dabdalamizni chiqaradi. To'g'ri. Bo'pti. Bu ish qilaylik. birovni haqqi hali 7 sulolani quritadi. Dadasi, nima endi shunday o'tiraverasizmi? Mundoq bitta ishni boshini tutsangiz bo'lmaydimi? Nima? Bitta sizmi aldangan? Ana ko'chada hamma bir-biriga aldanib yotibdi. Ko'p unaqalar. Odamlarchi bunaqa holatga tushgandan keyin uyda o'tirmaydi. Yangi kelinlardek 8 oydan beri uyda o'tiribsiz. Ana, boring, ko'chadan ish toping, ishlang. Tayyor mashinani ham sotib yordingiz. Puli ham yo'q bo'lib ketdi. Bir kunimizga yarab turardi shu mashina. Shu mashinangizda kira qilib yursangiz bo'lardi-yu, sotib yormasdan. Ishdan bo'shagansiz, uyda och o'tirgan biz. Uyda yeyishga hech narsa yo'q. Och o'tiribmiz. Sevara, o gapirayotgan gaplaringni o'ylab gapiryapsanmi? Men ham uyda bekor o'tirganim yo'q. Men ham shu o'tirishda ish qidirib o'tiribman. Mansur aka, siz qachongacha ish qidirib uyda o'tirasiz? Ahvolimni ko'rib turib, gapirayotgan gapingni qara. Uyalmayapsanmi? Mansur aka, agar sizni shu o'tirishingiz bo'lsa, mana men o'zim ishga kiraman. Bitta qizimni o'zim eplab boqib olaman. Kuchim yetadi. Xullas, Mansur aka, men o'zimga qarorimni berdim. Ish topib ishlayman. Siz bo'lsa, uyda qizingizga qarab ish qidirib o'tiravering. Tushundingizmi? Allo. Assalomu alaykum oyi. Va alaykum assalom qizim. Nima qilyapsan? Ishlarimni qilib bo'lib o'tir o'zim. Ishdan vaqtliroq chiqdim. Choy qo'yib tur, choy ichamiz. Yaxshi o'tiribsanmi, sal qizim? Choylar damlab qo'yibdi. Qornim shunaqangi ochqab ketdi. Qizim. Sevdola yemaysanmi? Hayır. Dadamga bir ikkita kabobdan olib bersam maylimi? Nima deding? Sevdola qizim, qanaqa kabob? Seni boqib o'tirganimga ham jondisin dading? Ishini sekinroq gapiring. Qo'shnilar eshitib qoladi. Menga esa 7 mahalla eshitmaydimi? Bilsin ular ham.
meni ahvolimni. Men ham uyda o'tirib, bemalol yeb o'tirsam bo'lardi. Yo'q. Mana, men ishlayapman. Janjal qilishingizni bilganimda unaqa gapirmasdim. Yaxshi bo'pti. Ye anuni. Dadam ham shu paytgacha tuzukroq ovqat yeganlari yo'q. Birortamiz bilan o'tirib yaxshi gaplashganimizni eslolmayman. Dadam ishlab turganlarida qaysi birimizga yomon munosabatda bo'luvdilar. Qaysi birimiz och qoldik. Hech narsaga muhtoj bo'lganimiz yo'q. Sevdo, menga aql o'rgatyapsanmi? Sizni bilmadim oyi. Men dadamdan kechirim so'rayman, kech bo'lmasdan. Ada. Adajon, men keldim. Eshityapsizmi, ha? Ada. Ada? Ada eshityapsizmi? Ada. Qo'rqitmayman, iltimos, ko'zingizni oching, ko'zingizni oching, ko'zingizni oching, iltimos. Ada. Adajon, turing, iltimos, turyapman. Ada, iltimos, kechiring meni. Ada, iltimos, kechiring. Ada, iltimos, ko'zingizni oching, bir og'iz gap gapiring. Bir og'iz gap gapiring, bir og'iz. Ada. Ada. Sevdolar, Ada, iltimos, ko'zingizni oching. Iltimos, so'rayman sizdan. Hamma aytganingizni qilaman, iltimos, ko'zingizni oching. Ada, ko'zingizni oching. Ada. Men keldim. Adajon. Ada. Ada.